Endi g'oya yana baholashda yana qanaqa alomatlari bor? G'oya yaxshiligini siz o'zingizga kerak bo'layotgan mahsulot yoki servis ustida ishlayapsiz. Bu degani siz shu mahsulotni va servisni mijozi bo'lasiz. Mijozi bo'lganingizdan keyin siz buni kamchiliklarini doim to'g'rilab borasiz va o'zingizga yoqadigan bir mahsulot qilganingizdan keyin boshqalar ham sizga o'xshash boshqa insonlar ham bundan foydalanadi. Demak, siz o'zingiz shu mahsulotga talabingiz bo'lsa yoki bo'lmasam o'zingiz yaqinlaringizni, farzandingizni yoki bo'lmasam ota-onangizni, do'stlaringizni shu mahsulot yoki servisdan foydalansa va bu servis ularga kerak bo'lsa, bu yaxshiligini yana bitta alomat. Masalan, men o'zim MyTaxidan yoki Express motordan doim foydalanaman va doim qanaqadir kamchiliklar bo'lsa aytib turaman. Shuning uchun bu servisni doim yangilanishiga masalan bizning xodimlar hammasi foydalanadi. Juda katta hissa qo'shishadi. Keyin yana g'oya yaxshiligini boshqa alomatlaridan bittasi bu g'oyani amalga oshirish imkoni yaqindagina paydo bo'lgani. Masalan, bo'ladi qanaqadir yangi texnologiyalar bozorga o'zi texnologiyalar olamida yangi imkoniyatlar har 7-8 yilda ochilar ekan. Masalan, 2000-yilda bu birinchi mana shu Windows kompyuterlarini, personal kompyuterlarning keng tarqalishi uylarga, internetning keng rivojlanishi bilan eslab qolinganda, masalan. Keyin 2007-8 yildan keyin 2007-2008-yilda bu mobil telefonlarda internetni paydo bo'lishi, Android, iPhone'larning paydo bo'lishi bilan, keng tarqalishi bilan, kameralarning juda yaxshi bo'lishi bilan eslab qolindi. Ya'ni mobil ilovalar paydo bo'ldi. 2000-yillarda unaqa mobil ilova degan narsa shuncha yo'q edi. Windows uchun bo'lardi, lekin bunaqangi katta bozor emas edi. 2007-2008 shunday imkoniyatlar paydo bo'ldi. 2013-12-larni qaraydigan bo'lsak, sotsial tarmoqlar keng rivojlandi, bir imkoniyatlar ochildi o'tdi katta. Keyin hozir mana 2020-22larni qaraydigan bo'lsak, bu meta dunyoni paydo bo'lishi, kriptoni, ya'ni Bitcoinni kirib kelishi, Web 3 texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan bir imkoniyatlar ko'p ochilyapti. Va bu shu imkoniyat yangi paydo bo'lganda siz bozorga taqdim qilsangiz, uni o'sish imkoni katta bo'ladi. Masalan, dunyoga mashhur Uber kompaniyasini qanaqa qilib unaqa tez o'sdi deb qarasangiz, u endi paydo bo'lgan imkoniyatdan foydalangan. Masalan, ular 2011-12-yilda paydo bo'lgan kompaniya. Endi 2009-yilda shu App Store, Google Play lar paydo bo'ldi. 10-11-yilda bu tez o'sishni boshladi. Va telefonlarda ko'pchilikda GPS li telefonlar paydo bo'ldi va Android, iPhone telefonlar keng tarqala boshlandi. Va shu paydo bo'lgan yangi imkoniyat paydo bo'lgan joyda Uber paydo bo'ldi. Instagram qanaqa paydo bo'ldi? Instagram ham paydo bo'lishiga sabab telefonlardagi kameralar, megapiksel kameralar paydo bo'lgandan keyin 2-3 megapiksel kameralar paydo bo'lgandan keyin, ya'ni telefonlarda 3G internet paydo bo'lgandan keyin shu Instagram paydo bo'ldi. Undan oldin telefonda kamera yaxshi bo'lmaganda Instagram ham bo'lmasdi masalan. Keyin TikTok undan bir 6-7 yildan keyin qanaqa paydo bo'ldi? TikTok internet arzon bo'lib ketib, ko'pchilikda endi 4G bo'lib, internetda faqat rasm emas, endi video yuklashga talab oshgandan keyin TikTok masalan tez o'sib ketdi. Chunki TikTok video kontent. Ya'ni bularning hammasi endi paydo bo'lgan imkoniyatdan juda foydalanishgan, yaxshi foydalanishgan. Shunaqa imkoniyatlar eshigi har texnologiyalarda oldin har 7-8 yilda ochilyotdi, hozir har endi 3-4 yilda ochilishi boshlaydi. Ya'ni tez ochilishi boshlaydi. Shuning uchun doim kuzatib turish kerak. Keyin yana boshqa alomatlardan biri g'oyaning yaxshiligini bu shunga o'xshash biznes bilan shug'ullanuvchi muvaffaqiyatli kompaniyalarga borligi. Masalan, siz bir sohada ishlamoqchimisiz, shu sohada muvaffaqiyatli kompaniyalar bizda emas, chet elda bo'lsa ham yoki bo'lmasam bizda ham bo'lsa ham ko'rsangiz bo'ladi, demak bunga bozor bor. Agar bu sohada muvaffaqiyatli kompaniyalar bo'lmasa, uni so'rashingiz kerak. Nimaga bu sohada muvaffaqiyatli kompaniyalar yo'q? Demak, bu yerda qanaqadir muammo bormi? Bozor yo'qmi? Yoki bo'lmasam bu yerda men ko'rmayotgan bir muammolar bormi deb qiziqishingiz kerak. Mana shu muvaffaqiyatli kompaniyalarning borligini o'zi bu shunaqangi bir bizga signalki, ya'ni bu yerda bozor bor, bu yerda mijozlar o'rgangan, shunaqangi bir servislar ishlatishi qanaqa qilib mana shu bor bizneslardan yoki bor produktlardan boshqacharoq produkt bera olaman, yaxshiroq bera olaman masalan.
arzonroq bera olayman yoki bo'lmasam boshqa segmentda bera olayman. Bunday o'ylab qarasangiz, masalan, misollardan aytishim mumkin. Biza qarasak bo'ladi, bozorda ichimliklar bozori juda ko'p. Ya'ni mahsulotlar ko'p. Lekin yaqinda masalan paydo bo'lgan, misol keltirgan Chortoq suvi o'zini bir alohida qimmat nishada o'zini o'rnini egalladi. Undan keyin yana qimmat nishada suvlar paydo bo'lyapti. Ya'ni demak bunga bozor bor va bozorda ozgina farq qilish orqali kirishyapti. Yoki bo'lmasam aytaylik zamzam qo'shilgan suvlar masalan. Bu ham bir boshqacha, ya'ni odamlarni shu qadriyatlarini va diniy bir spesifikasini hisobga olgan holda bir yengil bir upakovka va tarkibini sal o'zgartirish orqali masalan o'sha bozorda o'zini qismini olyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, bozor bo'lsa, bu degani siz bozorni o'rgatishingiz yoki bo'lmasam bozorni rivojlantirishga ko'p investitsiya qilishingiz kerak emas. Kirib nimadir farq bilan masalan o'zingizni ulushingizni tez olishingiz mumkin.